Menga ayrim qaynanalar negativ yozishadi. Ertaga qarasang xizmatingni kim qiladi? Ertaga qaraganingda kelining xizmatingni qilmasa ko'raman ahvolingni deb. Men birinchidan kelinning xizmatiga emas, Allohning rahmatiga ishonib qarashish xohlayman. Menga sog'lik, qarichiliklar bersin deyman. Meni shundoq ham xizmatimni qiladigan hozir ham kelinim bor uyda. Men olsam o'g'limga rafiqa olaman, bu uyga o'zimga qiz olib kelaman. Uyimni isqirtini tozalaydigan xizmatkorni kelin bu xizmat qiladi, kesa tozalaydi deb birovni bolasini uyimga malaka olib kelishni niyat qilmayman. Faqat dindan kelasizlar, lekin Allohdan yengillik so'rasanglar, hamma narsada yengillik berishida, hatto sizni xizmatingizda ham yengillik berishiga o'zingizlar ishonmaysizlar, ayrimlar. Ha, xizmatimda 24 soatlik kelinimni ko'rginglar kelsa, hozir ko'rsataman. Mana xizmatimda Zumradxon kelinim 24 soat pollanatib, plisuz qilib, gilamlarda bitta choch qoldirmay hamma yoqlarni yig'ib, terib, urush janjalsiz kelishib yashaymiz. Kechasi 2 da ham shundoq telefonimdan knopkani bosib qo'ysam, shundoq turib xizmatga tushib ketadilar. Birov bilan urushib, ota-onasini chaqirib, qizing unaqa degan problemalar ham yo'q. Allohimga shukr, texnikalar rivojlanib ketgan zamondamiz. Men olsam o'g'limga rafiqa olaman, o'zimga qiz olaman. Mana xizmatimizni mana shunaqa qilib qilaveradi kerak bo'lsa.